Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan yana jo'ja boqish sirlarini o'rganamiz. Bir kunlikdan 50 kungacha sizlar ham bilgan bo'lsanglar kerak. Mana bu yerda 13 ta jo'jamiz bor. O'tgan safargi viktorinada xato berganlar, to'g'ri javob berganlar bo'ldi. Biz bu yerda 13 ta jo'jamiz bor. Hech qaysi o'lmasdan katta bo'lgan. Ana bularga qo'nog'on yasab qo'ygan, chiqib o'ynab o'tiradi, zerikmaslik uchun. O'tgan safargi videolarimizda aytib o'tgandek, yemiga, vitaminlarga e'tibor bersalaring, hech qaysi o'lmay katta bo'ladi. Mana shu jo'jalarimiz. Hammasi mana katta mana mo'kiyonimiz bu. 50 kun bo'lganiga ancha katta bo'lib qolgan. Yana savol beradigan bo'lsalaring, bu katakda necha oygacha yashashi mumkin? Katakni kattaligiga qarab o'zingizlar yashash vaqtini belgilayverasizlar. Masalan, hozir bu katagimiz 1,5 metrga eni 1,5 metr. Ichiga 13 ta jo'ja solganmiz. Mana sig'ib yuribdi. Katta bo'lsa kattaroq yasaymiz. Sotib olamizmi, so'yibimizmi, keyin yana bularga joy qoladi. Birinchi ochilgan jo'jalarga yoki agar qishda boqib qolsak, bu katakni mana mashaqlarga talam chig'ib qo'yamiz patron bilan. Istadigan 60 vatlik yetadi. Ustiga narsa yopib qo'yamiz. Xullas, mana shu narsalarni qilsalaring, jo'jalaring o'lmay katta bo'ladi. Mana bularni men 12-aprelda sotib olganman. Mana hech qaysi o'lmay katta bo'lgan, mana 13 dona. Ichida bitta qoramiz ham bor, ana ko'rib turibsizlar, u ham mo'kiyon. Bas hammasi yaxshi katta bo'lyapti. O'tgan safargi videomda ham aytib o'tganday, suvni har doim bir kunda bir mahal ertalab almashtirib turaman, sayrga olib chiqaman. Hozir mana yana olib chiqamiz sayrga. Mana chiqayapti jo'jalarimiz sayrga. Mana yurishdi. Nega tashqariga chiqarib turish kerak? Mana toshlar bor, yerdan bor, o'zlariga kerakli bo'lgan minerallarni olib yurishadi. Ana yoqda rayhon o'syapti, ekib qo'yganman. Ulardan beraman to'g'rab. Narsalarni beraman, yemi doim vaqtida. O'shanga yaxshi katta bo'ladi. Bir kunda mana shunaqa 2 mahal qilib sayrga olib chiqib turaman, ertalab va kech vaqtga. Mana hammasi yaxshi katta bo'lyapti. Mana qoramiz ham kattagina bo'lib qolgan mana. Yaqinda inkubatorim bitib qolay dedi. Bitib qolsa sizlarga ham o'shani video qilib ko'rsataman inkubatorga. Keyin tuxum ham qo'yib ko'raman tajriba uchun 4-5 ta. Sizlarga har 3-4 kunda tuxumning ichida nima bo'lyapti, avaskop bilan tekshirib bilib turamiz. Shuning uchun meni kanalimga obuna bo'lgan holda, qo'llab-quvvatlagan holda kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.